Men Babazanov Sarvar, Fillightda 391-guruh bitiruvchisiman. Buxgalteriyani tanlashimning sabablaridan birisi hozirgi kunda daromadli va talab ko'p bo'lgan soha. Men uchun Fillightda o'rgangan eng yaxshi dars, yaxshi ko'nikma bu ADNS o'rganganim bo'ldi. Shunda esa buxgalteriyada ADNS bilan ishlash. Kursga kelishdan oldin menda buxgalteriya haqida umuman bilim va ko'nikma bo'lmagan. Kursga kelgandan keyin shu Fillight o'qituvchilari va o'quvchilar bilan ham birgalikda bilimlarimizni almashib, o'zlarimiz saviyamizni kengaytirganmiz. Buxgalteriya to'g'risida boshqalarga maslahat beradigan bo'lsam, haqiqatdan buxgalteriya sohasina girzak bo'lsalar, oxirinadan borsinlar. Meni buxgalteriya o'rganishimda o'zi asosiy odamlar bu oilamdagilar bo'lgan, oilamdagilar qiziqtirgan meni. Qarshiliklar shu bo'lmagan o'zim. Men birinchi o'rinda Fillight tanlaganimdan afsuslanaman. Bu yerdagi bizlarga ta'lim bergan o'qituvchilar ham, shu bizlar bilan birga o'qib, bilimlarimizni kengaytirgan o'quvchilar ham hammasine rahmat aytaman. Ota-onam ham shu men qo'llab-quvvatlagan, sohani o'rganishimda podдержка qilib turgan ota-onam ham katta rahmat aytaman.